Do'stlar, biz bugun birgalikda Bavariya va Fransiyaning eng yaxshi o'ng qanot himoyachisi Michael Oliseni full qilamiz do'stlar. Biz birinchi bo'lib do'stlar, biz bu yerdan hamyurtimiz Abduqodir Husanovni sotib yuborishimiz kerak. Men keyin albatta buni qaytib sotib olaman. Hozir biz uni kuchaytirish uchun sotib yuborishimiz kerak. Shuning uchun ham men buni afsuski sotib yuboraman. Mana sotib yubordik. Endi esa kuchaytirishni boshlaymiz. Mana ko'zlarimiz yetsa kerak mening fikrimcha. Mana Michael Oliseni bu yerga qo'yib olamiz va boshqa umuman futbolchi yo'q kuchayadigan. Birinchi bo'lib do'stlar shu texnika berishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib pastdan 100 chiqarib olmoqchiman. Yaxshi shuting 90 bo'ldi, yaxshi. Shularni tez o'tkazib olsak, umuman taklingga tushmasa ajoyib yaxshi bo'lardi. Yaxshi taklingga tushmayapti. Umuman tushmasligi kerak. Taklingga. Yaxshi. Michael 87 qo'lga keldi va kontrol 96 bo'ldi. Kontrolga tushirsa, hali yaqin 100 bo'lib qoladi. 97, hozir 98 bo'ladimi? Yo'q. Udarga tushdi, yaxshi. Ikkitalardan beramiz endi. Taklingga tushdi-ku. Lekin pastga ham tushdi, yomon emas, yaxshi. Hozir 100 chiqadimi? Chiqmadi. Mayli endi baravar. Tishlar yaxshi chiqmoqda, yaxshilanmoqda. Va taklingga ko'p tushib ketyapti. Chiqara olmayman deb. Hozir yana bitta beramiz. Bundan endi baribir ilojsizmiz endi. Endi pastga berib turamiz. Hozir kuchayguncha. Satriga tushmasligi kerak bo'lsa, yaxshi kuchaymaydi. Ketdi. Hech kimni ko'rmadi, ammo 600 ga bizga chiqib qolsa juda zo'r bo'lardi. Yaxshi 88 bo'ldi. Do'stlar, Michael Oliseni bor kuchim bilan yaxshi kuchaytirishga harakat qilaman. Lekin dalasi hali hech kimni ko'rmadim. 600 chiqqan, shu dalasi ko'p. Shu satrasiga beraveribdi. Ana yana berdi. Umuman shu satrasi nima kerak? Vay! Har bittasi tushyapti satrasiga. Chiqara olmayman do'stlar. Chiqara olmayman 600. Men 500 ga harakat qilaman do'stlar. 500 ga harakat qilaman. Vay! Hozir pastdan 100 chiqarish kerak endi. Mana pastdan chiqarish kerak. Hozir chiqadi-yu pastdan hozir. Mana bundan beramiz pastga va hozir 98 yana endi bitta ikkalasiga tushib ber, bitta iltimos tushib ber. Bittali shundan tushsin iltimos. Yaxshi, pastdan 300 chiqardik. Endi maksimum pastda tezlanishini 100 qilishimiz kerak. Tezlanish 100 bo'lish kerak. Vay! Umuman do'stlar, normalik kuchaymadi do'stlar, uzr, lekin yaxshi kuchaytira olmadim do'stlar. Afsuski yaxshi kuchaytira olmadim. Pastga ko'p berib yubordim. Hozir zibesda turibman 10 metrda. Lekin shunda ham yaxshi o'ynab beradi. Tezlanish 97 bo'ldi. Mana satrasi kuchayib ketdi do'stlar. Va hozir biz hamyurtimiz Abduqodir Husanovni qaytib sotib olamiz albatta. Chunki bu bizga kerak, tarkibimiz uchun juda ham muhim futbolchi bu. Bu 0.2 qo'shib ham berdi, yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, 95 ga 3 bo'ldi. Mana ko'rganingizdek logo ham qo'yib olganman, ajoyib qilib. Do'stlar, agar xohlasangiz men shu logoni qanday qilib qo'yishni o'rgataman keyingi videolarda. Va hozir Husanovni kuchaytirib qo'yamiz birozgina. Yaxshi tezlanishi bilan satrasiga tushdi. Do'stlar, men maksimum buni yaxshi kuchaytirishga harakat qilaman. Keyingi videolarda Husanov yaxshiroq kuchayishi kerak. Va do'stlar, mendan juda ham ko'p so'ralyapti.
birorta terma jamoaga shunday qiziqarliroq bo'ladi. Agar shu videoga do'stlar 250 ta like yig'ib bersalaring va men 320 ta bo'lib kommentariyaga shu yozib ketinglar do'stlar. Bir qaysi terma jamoaligini eng ko'p yozgan terma jamoani men yig'aman do'stlar. Shu 320 ta bo'laylik. Hozir 300 ta bo'ldi. Buning uchun sizlarga juda ham katta rahmat. Shu keyin 250 ta like va eng ko'p yozilgan terma jamoani yig'aman. Buning uchun do'stlar mana Oysey bor bizda Fransiya do'stlar. Masalan, mashhurdan tanlaylar. Fransiya, Argentina, Braziliya, keyin Angliya. Angliya ham uncha favorit emas-ku, lekin mayli. Portugaliya do'stlar. Qaysi biri yaxshi deb o'ylaysizlar? Men Braziliyani nima qilib bo'lsa ham yig'ishga harakat qilaman do'stlar. Menda hozir yaxshi jamoalardan ko'p. Masalan, Braziliyadan bor, kam emas. Mana Vinicius bor, Rivaldo bor, keyin Cunha bor, mana shunda. Argentinadan ham Messi va boshqasini olmayman, chunki yo'qmaydi do'stlar. Fransiyadan ko'p lekin. Kamavinga hozir darajasi tushib ketgan. Hozir endi ko'rsatib o'tirsam video cho'zilib ketadi do'stlar. Shuning uchun do'stlar like'larni banglatib tashlaylar do'stlar, ko'payib ketsin. Obuna bo'lsam esdan chiqmasin do'stlar. Video shulardan iborat edi. Like va obuna olib qo'yinglar. Yaxshi kushaydimi yo'qmi? Yozib qo'yinglar. Shaxsan men 10 dan 4 qo'yaman. Yo'qmadi umuman menga shu dalasi doim shunaqa qiladi. Qaysi futbolchini kuchaytirsa, mana masalan, qanimi? Mana Mbappe ko'rishlar mumkin. O'zi 99 bo'ldi, yana bitta kuchaytirishim qoluvdi. 0.9 berib qo'yapti. Ya'ni 0.1 yetmagan attiga do'stlar. Biz shunaqada yaxshi kuchaytiramiz, boshqadan sotib olamiz va yana kuchaytiramiz, baribir unda ham oq tus chiqarolmaymiz. Darsi shuning uchun ham biroq ifloslanib ketgan. Endi biroz gapirib o'tirmay. Do'stlar, sog' salomat bo'ling.